Yaxshi kelib qoldingmi? Yaxshi. Namuncha bu sinfdoshlaring muomalasi yo'q. Endi qozonda bor cho'mishga chiqadi. Asabiylashma, tanaffus o'zing yaxshilab gaplashib qo'yasan. Bo'ldi, muammo yo'q. Ha, aslidan bor-yu, o'shan sinfdan ketkizib yubordim. O, zo'r bo'pti-yu. Endi o'zimiz sinf qo'lga olmasak bo'lmaydi. Endi kimni ketkizish kerak? Hozircha hammasi normal. Ketkizadigan bo'lsa, sen o'zingga aytaman. Bo'ldi. Bizning sinf senga yoqdimi? Ha, bo'ladi. Bo'ldi. Gaplashmaylik, ustozning to'qarib ol. Asl to'xta. Xo'p. Nimaga kecha kelmading? Men bu maktabga Madina uchun kelgandim. Endi o'zim maktabimga o'tib ketolman. Bitta qizni boshqa maktabga o'tib ketish shartmi? Ha, endi aytolman-ku, o'sha uchun kelgandim. Keyin unda Madinadan sana alamini olamiz. Qanaqa qilib? Biz Madinaga gaplashgan rolni o'ynab beramiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Aslidanmi? Zuhriya bilan turibdimi? Boya meni chalgan qiz shumi? Xuddi o'zi bo'ladi. Hozir ko'rsatib qo'yaman men unga. To'xta. Nima qilmoqchisan? Hozir borib uraman boya meni chalgani uchun. Jinnimisan? Birinchi kunni urishib nima qilasan? Temboli terpila qiz. Chiqatda pansiga o'tib oladi. Nima qilasan? Senga shuncha muammo kerakmi? Bo'ldi. Kerak emas bo'lsa yur. Keyin hal qilamiz. Oldimga tush.